Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan fundamental tahlilni ko'rishib turibmiz. Bugun texnik tahlilga, jonli savdoga ozgina kech qoldik. Shuni hisobiga anchadan beri fundamental fon bo'yicha gapirmayotgandim. Shu bo'yicha qisqa sizlar bilan fikrim bilan bo'lishib o'tib ketmoqchi edim. Kechagi jonli savdodan keyin biza kechasi kim bozor kuzatgan bo'lsa, Trampning nutqi bor edi. Aynan o'sha paytda bozorda qanaqa harakatlar bo'lib ketganini kuzatgan bo'lishingiz mumkin. Bunga sabablari bir nechta. Sababi, ya'ni o'sha tariflar bo'yicha o'sha yakuniy qarorlar qabul qilinib e'lon qilindi. Bu yerda ya'ni faqatgina Meksika, Kanada va Xitoydan tashqari boshqa davlatlarga ham, Yevropa davlatlariga ham bir nechta o'sha boj tariflari bo'yicha ketma-ket AQSh o'z talablarini qo'ydi va bir ikkita davlatlarda даже 47% tariflar qo'yilganini ko'rdik. Bu уже xalqaro butun dunyo bo'yicha ham savdo urushi e'lon qilishi deb aytsak ham bo'ladi va undan tashqari AQSh bu tariflarni e'lon qilgandan keyin agar kontr tariflar bo'ladigan bo'lsa, javoban bizga tariflarni qo'yadigan bo'lsanglar, bizani tariflar ya'ni geometrik progressiyada yana o'sadi, sizlarga og'irroq keladi degan gaplar bilan ham gapirib o'tib ketdi. Bu nimani bildiradi? Albatta, AQShni bu ugrozasiga, ya'ni o'sha tariflarni bizga yana qo'llaydigan bo'lsanglar, biz yana ko'paytiramiz boshlayamiz gapi bilan qolganlar jim qarab turmaydi. Sababi уже Yevrozona bo'yicha bugun уже chiqib bir nechta o'sha vakillari уже e'lon qilishdi. Trampning qilayotgan ishi noto'g'riligi. Bu umumiy dunyo bo'yicha hamma davlatlarga savdoga va iqtisodiyotiga qattiq ta'sir o'tkazishini, bosim o'tkazishini to'g'risida gapirildi. Va уже ular kontr уже tariflar bo'yicha уже ish olib borishayotganligini aytib o'tib ketishdi. Bu bozorga qanaqa ta'sir qiladi? Umumiy qilib oladigan bo'lsak, dollar bo'yicha bizda bugunni o'zida ham bir nechta o'zi yangiliklar bor edi. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Bugungi yangiliklarda, to есть hozir bizda muhim bo'lgan yangiliklardan bittasi ISM, to есть bu yerda bu juda ham oxirgi kunda qo'shimcha statistik ma'lumot bo'lib, oxirgi yangiliklardan eng kuchlilari ham desak bo'ladi, chunki bunisi kerak. Bundan oldin ishsizlik bo'yicha arizalar soni ham chiqdi va 226 ming kutilgan joyda 219 ming chiqqanini ko'rishingiz mumkin va bunaqa ko'rsatkichdan keyin hozircha ekonomikasi qisman bo'lsa ham yaxshiligini ko'rishimiz mumkin. ISM ham kutilganidek pasayish yoki ko'payishini u narsani ko'rib chiqamiz. Yaxshi ko'rsatkichlar bilan chiqadigan bo'lsa, dollarda baribir unaqa tez ko'tarilish holatini kutmaganinglar yaxshiroq. Chunki dollar DXY уже 102 atrofida, 103 dan pastga o'tib olgan edi. O'sha atrofda hali ham harakatlanayotgan bo'lsa kerak. Men o'zi hali qaraganim ham yo'q. Lekin kechagi yangilikda ham ahamiyat bergan bo'lsanglar, yangilik yaxshi chiqqani bilan, men kecha jonli savdoda o'sha paytda o'tirgan edik. Yangilik yaxshi chiqqani bilan dollarda qisman qanaqadir qisqa vaqtga yaxshi pozitiv harakat berishi mumkin, lekin undan keyin baribir uzoqroq vaqtga biz pastga tushishimiz kerak degan edik. Kim jonli savdoni ko'rmagan bo'lsa, XM kanaliga o'tib bemalol o'sha yerda jonli streamlarni bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, kecha o'tgan jonli savdo bor. Aynan tugashiga yaqin shu to'g'risida kommentariy berib o'tib ketgan edim va bitta ham ochilgan edi, foydali. Uni ham tahlilini ko'rsanglar bo'ladi. Fundamental fonda hozir yaxshi yangiliklar chiqqani bilan biz dollarda hozir uni ko'tarilish ko'rishimiz kerak bo'lmaydi. Chunki eskidan videolarni kim kuzatib kelgan bo'lsa, men dollarga bo'lgan talab hozir nega pastligini, ya'ni hozir mana fundamental fonda bunaqa yangiliklarni ko'rsatkichi yoki iqtisodiyotida muammolar borligi uchun emas, naborot hozir mana shu tariflar bo'yicha Trampning olib borayotgan siyosati Yevropa bilan, o'sha butun dunyo bilan bu narsani qilayotgani hali nima bilan tugashini ko'pchilik bilmaydi. Har xil taxminlar bor, Yevrozonaga kuchliroq bosim keladi, Yevropani o'ziga kattaroq bosim keladi degan gaplar bor. Bu hali nima bilan tugashini bilmaydi. Shuni hisobiga ham hozir tillarga juda ham talab ko'payib ketyapti. Chunki eskidan bilasizlar, dollar ham, tilla ham rezervni instrument hisoblanadi. Shuni hisobiga hozir dollar bo'yicha hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa ham, yangiliklar zo'r chiqib, ekonomikasi yaxshi harakatlanayotgani, inflyatsiya tushayotganini ham, ishsizlik o'rinlari kamayayotganini ham, ish bilan ta'minlayotganlar ko'payayotganini nima qilib
shaxsiy iste'mol bo'yicha statistik ma'lumotlar ham yaxshi chiqadigan bo'lsa ham, dollarda biz unaqa zo'r ko'tarilish ko'rishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Dollar bo'yicha yana o'sha talab ko'payishiga uje yevro zonada yoki boshqa joylarda muammolar boshlanadigan bo'lsa, ya'ni iqtisod bo'yicha o'sha ko'rsatkichlar tushishi, sotuvlar kamayishi va hokazo shunga o'xshagan holatlarni va ekonomika bu narsaga dosh berish qiynalayotganini ko'radigan bo'lsak, o'shanda Amerikani yutib chiqqanini-yu va o'sha bozor ishtirokchilari Amerikaga ya'ni dollarga ishonch oshayotgani va talab ko'payayotganini ko'rgan holatimizda ko'tarilish kerak bo'ladi. Ungacha hozir qanaqa yangilik chiqmasin, dollarda unaqa katta ko'tarilish sal qiyinroq bo'ladi. Bu hammasi aytganimdek noaniqligini hisobiga. Riskiy instrumentlar bo'yicha, ya'ni o'sha yevro, funt va hokazo. Hammasi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, hozir dollar bunaqa tushayotganligini hisobiga ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin. Aniq ham imенно shuni korrelyatsiyani hisobiga ko'tarilayotgani, lekin bu narsa sizlarni chalg'itmasin. Men u instrumentlarda kecha ham aytgan edim. Kecha ko'tarilishini kutgan edik. Dollar tushadigan joyi bor edi. Undan keyin biz globalning katta harakat pastga ko'rishimiz kerak bo'ladi deb aytdim. Tillar bo'yicha biz aytib o'tgan edik, ya'ni dollar ko'tarilishi boshlaydigan bo'lsa ham tillarda обязательно tushish bo'lish kerak degani emas. Tillarda faqat hozir tushish harakatlari faqatgina shu fiksatsiyalarning hisobiga yoki o'sha yaxshi narxga borganda o'sha baribir fiksatsiya bo'ladi. Shuni hisobiga harakatlar ko'rayotganimiz, ya'ni o'sha manipulyatsiyasi ham tillarda kim ishlaydigan bo'lsa bilasizlar, hozirgi kunlarda manipulyatsiya juda ham ko'payib ketdi. Shuni hisobiga ehtiyotroq bo'lib ishlaylik. Tillarda ham hozircha globalniy уже katta razvorot, полноценный razvorot yoki trend shu pastga harakatini boshladi deyishimizga sal vohliroq. Chunki kecha Trampning просто nutqini o'zida ham adashmasam bir $20 adashmasam bitta borib keldi, bitta dumni o'zi tashab berdi. Bunaqa paytda ko'pchilikning stoplari yoki boshqa holat bilan bozordan chiqarib olishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Qaysi instrumentlarga ahamiyat berish kerak deydigan bo'lsa, kecha ham aytib o'tgan edim. Xitoyda bunaqa tillarni ko'pda ob'yomda sotayotgani, boshqa qilayotgani narsaga e'tibor berib turinglar. Xitoy aksiyalariga ham, boshqasiga ham, neftga ham e'tibor beringlar, chunki Xitoy hozirgi tilla sotib olishini qasddan, ya'ni o'sha rezervini yig'ib turib, boshqa qanaqadir harakatga tayyorgarlik qilayotgan bo'lsa, bu harakatlar boshlanadigan bo'lsa, aktivlashadigan bo'lsa, neftga ham talab oshadi, neftga ham narxi ko'tariladi deb aytgan edim. Undan tashqari o'sha yevroda ham, funtda ham biz ko'tarilayotgan holatini ko'rgan bo'lsak ham kecha yengilliklarga ham e'tibor beringlar. Bu instrumentlarda hozir negativni chiqqan yengilliklar ko'proq ta'sir qiladi. Chemamaqa dollarga pozitivni chiqqanda qisman ko'tarilib yana dal tushib ketayotgan bo'lsa, bu instrumentlarda yengilliklar, ya'ni muhim yengilliklar, vajniylari minusovoy chiqadigan bo'lsa, u yerda harakat sal kattaroq bo'ladi. Ertangi non-farmni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Non-farmgacha dollarda baribir biz pastgacha tushib olsak kerak. Undan keyin qisman undan oldin kechagi kundagi range qatoriga qaytib olsa kerak, o'sha atrofda range'da qolsa kerak. Dollarda biz yengilliklardan ko'ra Trampning siyosati, olib borayotgan siyosatida qanaqadir o'zgarish bo'lmaguncha yoki kutayotgan natijalariga erishmaguncha dollar ko'tarilishini ko'rishimiz qiyin bo'ladi deb aytgan edim. O'shanga bugungi bozori o'zi pauza qilsa ham bo'ladi deb aytmoqchi edim. Sababi o'zi harakatlar juda ham palaparcha bo'lib ketgan, kutilgan joylarga borib ham dollar ham pastga tushib, o'sha atrofdan keyin farm bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, texnik analiz orqalimi sekin-sekin ko'tarish boshlash kerak bo'lgan joyda juda ham katta joyga tushib ketib qoldi. Yevro ham funt ham shu ko'tarib tushish kerak bo'lgan joylardan o'tib ketib qoldi, ozgina reaksiya berib. O'sha hozir lutchi ozgina bozorga yur berishiga, nafas olishiga beraylik. Ertaga non-farmdan oldin jonli savdo sizlar bilan обязательно kuzatamiz, o'tkazib yormanglar va nima imkoniyat bo'lishi mumkinligini va imkoniyat bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda foydalanib ko'ramiz. Ungacha hozir kuzatib примерно o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan harakatlarni kuzatganingiz tinchroq. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, bu boshlangan o'yinlarda kim yutib chiqishiga men to'g'risi eskidan Amerika stavka qilganman. Amerika baribir richagi, ya'ni bosim qila oladigan joylari ko'p, lekin unga ham ответный bosim kelishi aniq. Hozir Xitoy ham, Kanada ham, Yevropa ham hammasi birgalashayotganini ko'rishingiz mumkin. Kanada bo'yicha sanksiyalar e'lon qilinganda Xitoy bilan Kanadani o'zaro savdo kelishuvlari boshlanganini
kuzatdik. Undan tashqari Kanada to'g'ri Yevrozonaga borib, Yevropa davlatlari bilan ham kelishuv boshlanayotgan, ya'ni kelishuv qo'yayotganlarini ham ko'rdik. AQSh bunga qarshi sanga yana ham qattiqroq sanksiyalar qo'llayman, yana ham qattiqroq tariflar qo'llayman degan gaplari bilan ugroza qilishi mumkin. Lekin kechagi e'lon qilingan tariflarning ichida muhimi Kanadada ham, Meksikada ham shu oldingi qilingan 10% tariflarda shu eskisida qoldi. Yangi tariflar e'lon qilinganida juda ham katta baholar 20-25 o'rta hisobda oladigan bo'lsak 25-30% atrofida, ya'ni o'sha boj soliqlari bo'yicha tariflarni e'lon qilib chiqdi. Bu narsa kuzatish kerak bo'ladi. Kimga og'ir keladi bu narsani faqat ko'ramiz. Bizning vazifa yana mana shu narsalardan, bizning bozorga ta'sir qiladigan momentlardan to'g'ri foydalanib qolish. O'shanga hozir bunaqa holatda bozorda ortiqcha riskovat qilib, ortiqcha risk qilib o'tirmaylik. Ertaga no'farim o'tkazib olaylik. Undan keyingi hafta har doim bizda ko'pincha holatda tinch o'tadi. O'sha paytda biz premyerning harakatlarini ko'rib olishimiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Qolgan Telegramda davom etamiz.